O'zbek Tayson oktagonga qaytyapti. U bugun, ya'ni 23-may kuni o'z navbatdagi jangini qirg'izistonlik raqibi qarshi o'tkazadi. U vazn o'lchash marosimidan o'tib oldi, ammo raqib hali ko'rinish bermadi. Jaloliddin kim bo'lgan? Kimligini qo'y dunyo, nomini aytsang kim bo'lgan? Buxoriyni aytsang bas, Navoiyni aytsang bas, jadidlarning qoni manda, hali Xorazmiyni aytsang bas. Men o'zbekman, men o'zbek, otam o'zbek, men o'zbek, sanab bersam ajdodlarim dunyolarga. Aytishlaricha, u hozir yo'lda va ertaga yetib keladi. Tayson jang oldi o'zini formasini ko'rsatdi. Uni formasiga baho bering. Uni qo'llab-quvvatlash uchun Saturn ham Qozog'istonga yetib kelgan. Mike Tyson! Yetib keldimi? Var mı yetib keldimi? Endi yoramizmi? Nasib so'raman. Cho'tkiymi? Severmi? Krasavchik. Erta bayroq ko'tarib ketamiz o'g'lim bilan. Do'stlar, Jon Leferni har doimgidek bizning Telegram kanalimiz orqali ko'rishingiz mumkin. Jon Lefer manzili profil shapkasida.